Biz qo'rqib qolgan voqea yana yuz berdi. 5-may Boysun yana gaz portladi. Qora tutun, yonayotgan olov, uylarga kirgan sassiq gaz. Bolalar, qariyalar nafas ololmayapti. Maktablar yopildi. Tez yordam mashinalari to'xtamayapti. Bir ayol shunday dedi: "Gaz hidi uygacha kirdi. Ko'nglim aynidi, boshim og'riyapti." Yoshlar, kattalar, hatto o'qituvchilar ham jim qo'rqishyapti. Bir kishi so'raydi, 4 kishi halok bo'ldi. Prokuratura nima uchun jinoiy ish ochmayapti? Qayerda javobgarlik, qayerda shaffoflik? Boysun nafas ololmayapti, lekin atrof jim. Bu jimlik nechinchi portlashgacha davom etadi. Fuqarolar keskin gaz hidi, sog'liq yomonlashuvi va xavfli sharoitdan shikoyat qilmoqda. Ammo savol shunday: bunday holatlarda xalqaro tajriba qanday yo'l tutadi? Barcha holatlarda hukumatlar quyidagilarga e'tibor qaratishi lozim. Ochiq va tezkor axborot berish, vahimani kamaytirish uchun. Evakuatsiya eng xavfsiz chora. Mustaqil tergov va mas'ul shaxslarni aniqlash xalq ishonchi uchun muhim. Sog'liqni saqlash va psixologik yordam tizimi fojia ortidan hal qiluvchi omil. Zarar ko'rganlarga kompensatsiya davlatning fuqaroga bo'lgan hurmatini ko'rsatadi. Bunday texnogen falokatlar har qanday davlatda yuz berishi mumkin. Ammo muhim narsa unga munosabat. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, davlat va fuqarolar o'rtasidagi ishonch favqulodda holatdagi eng muhim zaxiradir. Boysun xalqining sog'lig'i va xavfsizligi bu muhokama emas, ustuvor masala bo'lishi lozim.